Xiyonatga nima qilish kerak deysizmi? Kechirish kerak-da. Nima qilasiz kechirmaganda? Borib siz ham xiyonat qilib kelmaysiz. Bitta xiyonat qilib keldingizmi, bo'ldi, Allohu akbar. Hayotingiz sindi sizni. Men 1000% garantiya beraman. Ayol kishi baribir kechirishimiz kerak. Biz yengilishimiz kerak. Biz o'zi tabiatdan slabiy bo'lishimiz kerak. Kuchli bo'lib chiqqanimiz bizga foydasi yo'q. Biz yengilishimiz kerak. Yengilish kerak-ku kimdir. Erkak odamni yenggan nikomu не желаю. Erkakni yengdim deb xursand bo'lmaysiz. Siz o'sha joyda agar erkakni yengsangiz, hayotda yengilasiz. Yana bir bor qaytaraman. Biz kuchlimizku o'zimizcha hozir. Erkakni yengmoqchi bo'lamiz-ku, o'zimizni ko'rsatmoqchi bo'lamiz. Хорошо, urushdik, to'belesdik, bir nimani dokazat qildikda biz uni yengdik-a, наконец-то yengdim, sindirdim deysizmi? Siz to'g'risiz. O'sha joyda erkakni yengasiz-ku, lekin hayotda yengilasiz. Seni jonim mehribonim, men sizga maslahat beraman. Hech qachon boru u erkakni men yengaman deb yengish kerak emas. Hatto o'tirikdan bo'lsa ham jengila saling. Qanday bo'ladi o'ylashingizdan? Yolg'ondakka bo'lsa ham yengiling. Sizni slabiy deb o'ylasin eringiz. Unga zo'rligingiz ko'rsatish kerak emas.